Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrlik tadbir şirketininki, tadbir nashriyatining o'qirmanlari. Sizlar bu ko'rayotgan bu asli original 6 qism bir yurish kitob, asl kitob Şinjan Universitet nashriyat tarafidan nashr qilingan kitobken. Uyg'ur xalq afsona rivoyatlari, Uyg'ur xalq cho'chaklari, Uyg'ur xalq cho'chaklari 4 qismken, 4 jild. Onundan başqa Uyg'ur xalq latifalari, chaqchaqlari degan kitobken, qadrli qarindoshlar. Bu 6 qism kitob, original asli kitob bu İstanbul'daki Qutatqubilik kitobxonasida 1120 liraga setiladigan, qadrli qarindoshlar. Agar bizning shirkatdan olmoqchi bo'lsanglar, biz bu kitobni dunyoninki har qanday yerdagi qarindoshlarimizning qo'liga sog' salomat yetkazib berishga tirishimiz. Yani qarasanglar, kitobninki muqovalarimi nihoyatimi chiroyli bezalgan nafis Uyg'ur xalq afsona rivoyatlari Şinjan Universiteti. Qarasanglar, kitobninki ig'irligimi bek ig'ir emas. Belki bu kitap şu 6 bo'loq bo'lib mingishi mumkin, qadrli qarindoshlar. Agar bu kitobni olamiz, setib olamiz desanglar, bizning tadbir shirkati bilan aloqalashsanglar bo'ladi. Qadrli qarindoshlar, unda bo'lsa Allohning o'ziga omonat bo'linglar. Shunday isil kitoblar haqiqatan bir-birimizga sovg'at qilishga yoki bo'lmasa ishxonalarimizni saqlab qo'yishga haqiqatan arziydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.